Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, qo'zi-qo'chqar ishqibozlari. Akalar, narxi juda yengil akalar. Mana shu qo'chqorlarni sotib yuboramiz. Inshaalloh shu bugun bozor. Bugun hafta kuniga bozor akalar. 18-may 2025. Akalar, narxi juda yengil. Xudo xolasa. Bir kishi olaman deganga mana narxini yengil qilib yuboramiz inshaalloh. Endi qo'zilar holatini ko'rib turibsizlar. Endi puliga yarasha qo'yda. Bunaqa gavda oshishi zo'r mas'ul. Ammo boqib qarasa katta qo'y bo'lib ketadi. Puliga yarasha qo'ylar, lekin narxi arzon. Ukam buning narxi qanaqa bo'ladi? 2 milliondan bo'lardi. 2 Yalla olaman. Optimga 1 million 900 so'm. Ana, optimga 1 million 900 akalar. Ammo kichkina emas bu ham, katta qo'ylar ammo. Kichkina bo'lib, juda kichkina emas-ku mana. Katta qo'ylar. Mashinalarning bo'yi necha ekan? 50-60 atrofida chiqib qoladi. 50-60 atrofida chiqar ekan akalar. 50-60 atrofida. Tez aloqa chiqadi akalar. Buni ichida nechta sog'liq, necha qo'chqor? 4 ta so'g'liq. Oyani qo'chqor. Akalar 4 ta sog'liq ekan. Nechta qo'chqor? 7 ta qo'chqor. 7 ta qo'chqor bor ekan. O'pish jami nechta buni? Bayda hozir o'pish 13 ta deydi. 13 ta bor ekan akalar. Bir kishi olaman deganga narxi undan ham yengil bo'lib ketadi akalar. Tez aloqa chiqing. Boshqa odam olib ketib qoladi. Sizlar bo'lsa boshqa odam olib ketib qoladi. Tez aloqa chiqing. Mana shu ukamiz sizni kutib oladilar. Hozir nomerlarni ofisiyaniga qo'yib qo'yamiz. Hozir o'zlari ham aytib o'tadilar. Nomerlarni aytamiz. 94 505 05 42. Mana akalar. Ha, shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. Qo'ylar ko'p ekan, olaman deganlar bo'lsa, qo'y juda ko'p. Akalar, olaman deganlarga mana kattalari ham bor. Olaman deganlar kattalari ham bor. 7 oylik, 6 oyliklari bor ichida. Mana bu hozir boyagi video olgan qo'ylarim.